Katta bolalar eshitadigan ertak bu. Bir kun bir qarri sher o'rmonga ovga chiqibdi. Ovga chiqibdi, hech narsa ushlay olmabdi. Hech narsa ushlab bilmagan, o'zi qarrigan. Keyin endi nima bo'lsa bo'ldi deb uyga qaytayotgan ekan, shunda yoniga qushchaga hamroh bo'libdi qushcha unga. Keyin unga dardini aytib ketayotgan ekan, "Men endi qaridim, umrim poyoniga yetdimi nima?" deb uyga ketayotgan ekanda, "Nima bo'lsa endi peshonamdan" deb borayotgan ekan. Shunda bu xabarni ves o'rmondagi hayvonlar eshitdi. Hamma hayvonlar eshitgandan keyin birma-bir sherni ko'rishga, bir hamdardlik qilishga kelayotgan ekan hayvonlar. Shunda bir kun tulki ham kelibdi. Bir eski do'sti ekan sherni. Keyin tulki sherni uyiga yaqinroq bo'lmasdan sal uzoqroqdan, "Ha, do'stim, yaxshimisan? Tuzukmisan? Ha, ahvollaring yaxshi" deb so'rashgan ekan. Shunda sher aytibdiki, "Yaqinroq kelmaysanmi? Bir uyning ichiga kirib, bir yurakdan suhbat qilib o'tirardik. Men ham qaridim" degan ekan. Shunda tulki izlarga qarabdi, hayvonlarning izi shundan sherni uyiga borib kirgan-ku, lekin orqaga qaytgan izi yo'q. Shunda tulki aytibdiki, "Yo'q, mayli do'stim o'zing o'tiraver, lekin men orqaga qaytaman." Nima deb o'ylaysiz? Nimaga orqaga qaytgan?